Assalomu alaykum, hurmatli mahalla ahli, hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun 11-fevral 2026-yil. Sizlar bilan mahallada yig'ilishimizdan maqsad bizlar Milliy bank o'zimiz bankimizda mavjud bo'lgan barcha turdagi kreditlar, barcha kredit produktlari deyiladi, masalan kredit mahsulotlari deyiladi, aniqroq aytsak, o'sha kredit mahsulotlarini sizlarga tanishtirishdan iborat maqsadimiz va sizlar bizda mavjud bo'lgan kredit turlaridan foydalangan holda tadbirkorlik yoki faoliyatlaringizni yanada rivojlantirish va ularni keskin darajada hozirgi zamonga moslab faoliyatlaringizni olib borishdan iborat. Shuning uchun bu hafta biz gapiradigan bo'lsak, biz Milliy bankda turli-tuman o'sha kredit turlari mavjud. Mana 2 yil bo'lyapti prezidentimizning 312 sonli qaroriga asosan tashkil qilingan 100 milliondan 300 million so'mgacha bo'lgan kichik biznesni qo'llab-quvvatlash borasida mavjud bo'lgan kreditlarimiz mavjud. Bu kreditlarni qisqacharoq tushunarliroq aytadigan bo'lsak, agar sizda qaysi biringizda o'sha tadbirkorlik faoliyatini boshlaganingizga eng kamida 1 yil bo'lgan va normal holatda pul aylanmasi bo'lgan taqdirda o'shanaqa tadbirkorlarga bizlar hech qanday nima deydi, zaloglarsiz, garovlarsiz, ya'ni hech qanday anaqalarsiz o'sha tegishli hujjatlarni talab qilib olgan holda aylanma mablag'ga, ishlab chiqarishni rivojlantirishga 100 million so'mgacha bo'lgan kredit mablag'ini biz ajratamiz. Foizsiz ham. Yo'q, foizi bor. Foiz endi 21% bu, aylanma mablag'ga 18 oyga, ishlab chiqarish 20 millionga 21 million qo'shib ishlaydi. Yo'q, bu unday emas. O'sha biz shunday deb qabul qilamiz, lekin asosiy ta'na ketavergani uchun bu 21 million qo'shilmaydi. Bu umuman gruboq qilib aytganda 14% ga to'g'ri keladi. Necha yil? Bu 1,5 yil. 1,5 yilga aylanma mablag'ga agar siz uskuna olaman yo bir ishlab chiqarish qilaman deb oladigan bo'lsangiz, asosiy vosita olaman desangiz, o'sha firmangizga bu 7 yilgacha muddatga beriladi. Bu ham shu holatda. Aylanmaga 18 oy, ishlab chiqarish xizmat ko'rsatishga endi 7 yilgacha bo'lgan davrga. Bu imtiyozli kredit. Agar o'sha holat bu 300 milliongacha belgilangan, 100 milliondan 300 milliongacha, 100 milliondan qolgan qismiga mana sizlarni bizneslaringizda misol uchun o'sha biznes rejalaringizda 250 million keladi masalan. Siz 250 million olmoqchisiz. Biz unday holatda mesela tegishli hujjatni talab qilamiz, likvidlik garov talab qilamiz. O'sha shunda 100 million qismi bezalog, qolgan 150 million sizga 250 million keladi. Misol uchun demoqchiman. Qolgan 150 million so'mga biz likvidlik garov talab qilib 250 million kredit chiqarib beramiz. 100 bezalog shuning ichidan 150 millioniga endi Savazolak moshina kerak turgan. Endi moshina yoki ko'chmas mulk bo'lsa, asosan ko'chmas mulk-da. Uyma, noturar buni. Noturar maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shunaqa talablari bor. Bundan tashqari hozir bizlar bankimizda boshqa turdagi kreditlar ham bor. Yoshlarga, bitiruvchi kurs talabalariga, bitirganiga oxirgi 3 yil bo'lgan taqdirda bizlar endi turli-tuman tipdagi kreditlarimiz bor. Kredit mahsulotlarimiz 5 milliard so'mgacha kredit ajratamiz. Misol mana qaysidir sizning mahallangizdan qaysidir fuqaro yoki talaba o'sha institut tugatdi va oxirgi 3 yilgacha bo'lgan davrda u qanaqadir biznesni boshladi. Bitirganiga 3 yil bo'lgan degani shu taraf. O'shanga biz holatdan kelib chiqib hammasini o'rganamizda 5 milliard so'mgacha o'sha imtiyozli bu kredit 18%. Chunki yoshlarga keng imkoniyatlar bor, bu toza ham foizi past. 18 degani misol uchun boya aytgandek 1 milliardga 180 million qo'shib berilaman degani emas. Buni ta'na ketaveradi, bir 12-11% ga to'g'ri keladi. Olib qo'shib bergan pullaringiz. O'shaning uchun mana shu turdagi mana yoshlarga ajratilgan kreditlarni agar hisoblaydigan bo'lsak, buni o'zini talablari bor. Ya'ni bitiruvchi kurs talabasi o'sha yoki 3 yil bo'lgan talaba biznesni boshladi, uni tartibida u institut tugatgan yoki nima deydi, o'sha talabalarni ishga olish kerak. O'shanday holatdagina 18% imtiyozli foizda beriladi. Hozir O'zbekistonda o'sha bizlar davlatida endi bu eng past foiz hisoblanadi. 18-17,5% juda past. Endi valyuta kreditlarimiz bu past foizda, lekin endi bu valyuta sal holatga qarab o'zgarishi mumkin. Shuning uchun valyutadan ularroq so'm kreditlarimiz 18%. Bundan tashqari o'sha yoshlarga ajratilgan kreditlarimiz ham bir 60 sonli qarorga asosan beriladi. Bu 30 yoshgacha to'lmagan yoshlar biznesini boshlagan taqdirda bunga ham belgilangan tartibda har xil turdagi kreditlarimiz bor. Buni ham o'zining mezonlari bor. O'sha mezonlarga qarab misol uchun qarasam, kimdir 500 million olmoqchi. Unday holatda qanaqa talablar bor endi bizda mavjud bu narsa yoki 100 million olmoqchi boshlang'ich narxga. Bu qanday holatda? Buni hammasi yoshlar bo'lgani uchun 18%.
Lekin boya aytgan 312 sonli qarorimiz bu 21%. Bu endi tadbirkorga eng kamida 1 yil bo'lgan ochganiga faoliyatini boshlagan degan joylari bor. Bundan tashqari mana o'zimiz bankda o'sha первичный nima deydi, o'zini bankda faoliyatini kengaytirmoqchi bo'lgan haligi nima deydi, ishlamaydiganlarga bu 10 million so'mgacha endi kreditimiz bor. Bu o'zini bank qilish uchun 412 ming to'lovni to'laydi, o'zini bank qiladi, shu yo'nalish bo'yicha faoliyatni kengaytiradi. Bu plastikka tashlab beriladi, plastik ochish bepul, bu biznesga birinchi qadam ekki degan kreditimiz bor. Mana bunaqa turlari bor. Sizlar shuning uchun mana shu kredit turlaridan istagan vaqtda bizga murojaat qilib, mana mahalla bankirimiz bor, misol uchun mahalla agenti bor. Bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Sovg'anda chorva parvolar yo'qmi? Chorva parvolaydi. Endi chorva chorva deb bank qilsangiz bor, faqat hozircha bu summa past 10 million. Ya yetmaydi. 10 millionga past. Endi buni hozir oshirish masalasi ko'rilyapti. O'sha ko'rma hozir aka. Millionlar endi chorvani o'rgantirishga biz ham bilmaydi hozir. Endi hozir shuni ko'tarish masalasi ko'rilyapti, bir ikki kunda hal qiladi. Haqi yani aytsak mahallada mana turgan qilsangiz, ular to'q, nima uchun? Birorta kattaroq ho'kizlar xorazdan olamiz-da keyin. Shu. Rahmat sizga, shartdan keyin tanishyapsiz. Rahmat. Shunaqa bir murojaatdan so'ng mahalla bankiri shu yerda bizlar o'sha yerda edik bir keldi shu bilan yoki